juda ko'p obunachilarimiz boshlang'ich to'lov mashina berishni boshlaylar deb juda ham ko'p yozishgani uchun sizlar uchun boshlang'ich to'lovsiz mashinalar berishni boshladik xudo xolasa. Bu mashinalarimiz bemalol bunisini ham boshlang'ich to'lovsiz xarid qilsangiz bo'ladi. Faqatgina reklamaga chiqaradigan mashinalarimizni boshlang'ich to'lovsiz olsangiz bo'ladi. Videoga bitta like bosib, o'rtoqlaringizga jo'natib qo'yasizlar. Bizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Arlandomiz 2015-yil urilmagan, turtilmagan propan gazlari bor. Boshlang'ich to'lovsiz ham bemalol xarid qilishingiz mumkin. Narxini $9,900 qilib olganmiz, 5 tursin qo'yishimiz mumkin. O'zimiz 9,900 ga olganmiz. Bu Nexia'miz sotilgan. Bu Mokrimiz turibdi. Bemalol boshlang'ich to'lovsiz xarid qilishingiz mumkin. Bu Nexia'mizni ham boshlang'ich to'lovsiz xarid qilishingiz mumkin. Buni narxi $4,500, buni narxi $3,500. Bu mashinamizni ham narxi $3,500 2015-yil. Bu mashinamiz ham 2015-yil narxi $3,500. Nexia'miz 2015 atiga 29,000 yurgan, narxi $8,900. Bu mashinamizning bahosi esa $30,900, yangi pachka mashina.